Dunyoni dardi O'zbekistonlik diplomatlarga, bloggerlarga tushganda, o'zbek xalqini dardi mana shu bolaga tushganda hayron qolaman-da. Shunaqa qonunlar chiqyapti, deyapti O'zbekistonda. Miyaga sig'dirib bo'lmaydi-da. Miyaga sig'dirib bo'lmaydi. Unaqa qonun o'zga sayyorada ham yo'q-da hali. Marsda ham yo'q unaqa qonun. Sen itdan tarqagan haromi 5-6 ta bloggerlaring nechtadir sivinin nechtadir amaldor cho'chqani aytganini qilib o'zingni xalqingga qarshi chiqyapsan-da. Tipa bitta Jasminni bilan tema qilib chiqasan, ikkinchi Munisani tema qilib chiqasan, uchinchi Shirani o'g'illarini. Sanlarga boshqa narsa yo'qmi? Menga qara, mana shu bolaga tan berdim men, ko'zi ko'r holiga yoki xalqni dardini действительно olib chiqyapti. Sen haromalar bittanga yoqa ikkinchiga yeng bo'lsang bo'lmaydimi shu bolaga? Sanlar o'ttira olib, sanlar xalq dushmani sanlar. 3-4 ta cho'chqa amaldorni aytganini qilib xalqingga protib ketasan. Kim haqni gapirsa xo'yin deysan. Xo'yin nimaligini bilasanmi? Onangni sikay. Xo'yin kim? Xo'yin sen bo'lasan. Xalqingni dardini olib chiqmay musofirda yurgan Jasminni, O'zbekistoningga qarab bilan ko'tlar to'lib ketgan erkaklarning bo'g'ozman deb chiqyapti. Qanday sen tema qilib chiqyapsan Jasminni musofirda yurgan. Bo'g'ozman deb chiqyapti, dunyoni biron chakkasida yo'q. Erkak odam bo'g'oz bo'lgani jinnivachcha. Xalq xo'yini sanlar. Mana shu bolaga tan berdim, ko'zi ko'r holiga tema qilib chiqyapti. Bor narsani olib chiqyapti. Miyaga sig'dirib bo'lmaydigan qonunlar, qanaqadir bespredel narsalarni olib chiqyapti. Sog'lom odam bunaqa qonun ishlab chiqarmaydi.